"O, erkak ichadi bilasanmi? Men erkakman, lekin men xalqimga o'zimni Xudo deb tanishtirib qo'yganman. Menda 6 oy mobaynida kursimda 9 million sarflagan pulini bor yo'g'i 2 oyda ortig'i bilan chiqarib oladi." Xalqimiz farzandlarini miyasini oshqovoq kalla qilish hisobiga oylik olib, Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Omonmisiz? Deyarli barchamiz Gollivud kinolarida bir sahnani ko'rganmiz. AA meeting deb ataladi ilmiy tilda. Taxminan 10-15 tacha odam bir davra atrofida o'tirishadi va barchasini muammosi bor. Biri alkash, biri narkoman, biri 10-15 yildan beri o'zini o'ldiraman deb harakat qiladi, hech uddasidan chiqa olmaydi. Va bulardan bittasi psixolog. Va to'satdan mana shu davraga yangi qo'shilgan bir inson o'zini tanishtiradi. "Salom, men falonchi pismadonchiman. Men 15 yillik alkashman" deydi. Va hamma chapak chalib uni tabriklaydi. "Men 15 yillik alkashman yoki 10 yillik narkomanman" deb o'zini aytadi, tanishtiradi va atrofdagilar hammasi chapak chalib uni tabriklashadi. Lekin nega? Nega degan savol meni ko'p yillardan beri qiynar edi. U inson o'zini alkash ekanligini aytayapti-yu, atrofdagilar uni xuddiki masxara qilib ustidan kulayotgandek chapak chalishadi va go'yoki uni tabriklashadi. Lekin adashgan ekanman. Ko'p yillar o'tgandan keyin bu narsani jarayonni mohiyatiga nazar soladigan bo'lsam, bu yerda boshqa bir narsa bor ekan. Ya'ni bu inson o'zini 15 yillik alkash ekanligi, 10 yillik narkoman ekanligini e'tirof etyapti va buni tan olyapti. Va atrofdagi insonlar esa buni tan olganligi, e'tirof qilganligi bilan tabriklab, uni olqishlab chapak chalishyapti. Bu inson o'zidagi mana shu kasallikni, ya'ni aytaylik narkomanlikni, alkashlikni tan oldi va buni e'tirof qildi. Bu tahsinga sazovor narsa. Lekin atrofdagilarning chapak chalishi va bu insonni tabriklashi nimadan ekanligini baribir tushunmasdim. Lekin bu yerda juda ham katta axloqiy, ruhiy jarayon yotgan ekan. Bu tabriklash shundanki, bu inson tuzalish sari birinchi qadamni qo'ygan ekan. Tuzalish sari birinchi qadamni qo'yganligi bu insonni ana o'sha o'zidagi bor bo'lgan illatni tan olganligi ekan. Tan olish, ya'ni kasallikni tan olish, men haqiqatda mana shunday kasalman deyish, bu tuzalish sari qo'yilgan birinchi qadam ekan. Atrofdagi insonlar mana shu sababdan u insonni tabriklashayotgan ekan. Tabriklaymiz, sen o'zingdagi bor bo'lgan illatni tan olding. Endi sen bundan buyog'iga tuzalasan.
Chunki sen tuzalish sari harakatdasan. Buning uchun sen bo'yningga olding bu illatni borligini e'tirof etyapsan, tan olyapsan degani ekan. Inson qachon bir kasallikdan qutulishi mumkin? Qachonki o'zida ana shu kasallik borligini tan olsa, e'tirof qilsa. Qachonki inson o'zini kasal ekanligini tan olsa, u shifokorga boradi. O'zini kasalini shifokorga dardini aytadi va shifokor unga dori-darmon yozadi. Bu dori-darmonni iste'mol qilgandan keyin, ma'lum vaqtdan keyin bu inson tuzaladi. Bizni axloqiy kasalliklarimiz ham xuddi shunday ekan. Xuddi shunday bir inson alkash bo'lsa, narkoman bo'lsa yoki boshqa bir bad axloqliklarni o'ziga orttirib olgan bo'lsa, bular endi jismoniy emas, ko'proq ruhiy, axloqiy kasalliklar hisoblanar ekan. Bu kasalliklarni ham tuzalishi uchun inson avvalo e'tirof etishi kerak ekan. O'zida mana shu bad axloqliklarni, kasalliklarni borligini e'tirof qilish kerak ekan. Bu kasalliklarni oddiygina tabletkalar yoki antibiotiklar bilan davolab bo'lmas ekan. Lekin bu kasalliklarni ham, axloqiy, ruhiy kasalliklarni ham davolash uchun inson avvalo e'tirof qilish kerak ekan. O'zida mana shu kasallik borligini, mana shu kasallikka chalingan ekanligini, o'zidagi yomon narsa bu bad axloq ekanligini tan olib e'tirof qilish kerak ekan. O'zidagi mana shu bad axloqliklarni tan olganligi, e'tirof qilganligi bu tuzalish sari qo'yilgan birinchi qadam ekan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Agar inson tan olmasa, o'zidagi bad axloqni e'tirof qilmasa, u inson mana shu o'zidagi bor bo'lgan kasalliklardan qutula olmaydimi? Aslo yo'q, qutula olmaydi. Chunki u inson o'zini alkash bo'lib qolganligini, bu yomon odat ekanligini, bu bad axloq ekanligini tan olmasa, u hech qachon tuzala olmaydi. Bu amaliyotda qanday kechishi mumkin? Biz buni amaliyotda qanday ko'ramiz? U insonga siz aytadigan bo'lsangiz, siz ichyapsiz, bu yomon odat, bu bad axloq, insonga yarashmaydigan narsa, bu hech qanaqasiga fazilat emas deydigan bo'lsangiz, ichayotgan bo'lsam o'zimni pulimga ichyapman deydi. Ichayotgan bo'lsam birovga zararim yetayotgani yo'q deydi. O, erkak ichadi bilasanmi? Men erkakman, erkak ichadi deydi. Hayotimizda mana shunday ko'rinishda namoyon bo'ladi. Va bu inson o'zini ichkiligida albatta va albatta davom etadi. U inson hech qachon tuzala olmaydi. Chunki u inson o'zidagi bad axloqni e'tirof qilayotgani yo'q. O'zidagi xulqni yomon xulq ekanligini tan olayotgani yo'q. Bu inson o'zini bad axloqi insoniyatga zarar keltirayotganini tan olayotgani yo'q. Men ichayotgan bo'lsam o'zimni pulimga ichyapman, birovga zararim tegmayapti degani bu inson hali beri tuzalmaydi degani. Chunki u bu narsani tan olib e'tirof qilayotgani yo'q. Tan olgani esa birinchi qadam, tuzalish sari birinchi qadam bo'lgan bo'lardi. Lekin mana shu birinchi qadamni hali tashlagani yo'q. Demak, u inson o'zini to'g'ri yo'ldaman deb hisoblayapti. Xo'sh, boyagi o'zimizni davra suhbati, AA meetingga keladigan bo'lsak. Bu odam, men falonchi bekman, men 15 yillik alkashman, men falonchi xonman, 10 yildan beri o'zimni o'ldira olmayapman deb e'lon qildi va atrofdagilar hamma uni tabriklab chapak chalishdi. Endi bu insonni ahvoli nima kechadi? Bu insonni bu gaplarni aytishdan maqsadi nima edi? Bu gaplarni aytishdan maqsadi, menda mana shu kasallik bor va men bu kasallikdan qutulmoqchiman. Menga yordam beringlar degani edi. Ya'ni so'z tugmasi bosildi. Endi bu davradagi psixolog bu insonga o'zini maslahatlarini beradi. Bu davradagi bu insondan oldinroq kelgan alkashlar, narkomanlar, o'zini o'ldira olmayotganlar bu insonga o'zini maslahatlarini berishadi. Men sendan oldinroq kelganman, men ham mana shu muammo bilan kelgan edim. Hozir men yaxshilanish jarayonidaman, ancha o'zimni yaxshi his qilyapman deyishadi va unga tasalli berishadi. Tasalli eng katta yordam. Men ham bu bosqichdan o'tganman, sen yurib o'tayotgan yo'llardan men ham o'tganman bir vaqtlar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan gap insonga berilgan tasalli eng katta yordam. Bu insonni bu illatdan qutulishi endi oson kechadi. Eng katta xulosa shuki, inson biron bir narsadan, biron bir illatdan qutulish uchun u
mana shu illatni o'zidagi bor bo'lgan nuqsonni e'tirof qilish kerak, tan olish kerak. Kasallikdan qutulishni birdan bir yo'li uni kasallik ekanligini tan olib, buni e'tirof qilish. Demak, boyagi insonlar bu insonni xatosini to'g'rilash yo'lidagi qo'yilgan birinchi qadam bilan tabriklashayotgan edi. Agar bir inson bir gunohni qilsa-yu va buni gunohni kechirishini so'rab Allohga tavba qiladigan bo'lsa, Alloh uni tavbasini qabul qiladi. Lekin sharti bor. Sharti bu inson mana shu narsani e'tirof qilish kerak. Bu qilgan ishi gunoh ekanligini tan olish kerak va yana Allohdan kechirim so'rash kerak. Mana shu qilgan gunoh ishi, mana shu qilgan xato ishini Alloh kechirishini so'rashi kerak. Fir'avn Muso alayhissalom bilan gap talashib xudolikka da'vo qiladi. Seni xudoying xudo emas, men xudoman deydi. Buni isboti sifatida daryoni teskari oqiza olishini aytadi. Va ertasi kuni butun xalqni daryo bo'yiga jamlanishga chaqirishadi. Lekin bir kun oldin yarim tunda Fir'avn cho'lu dashtlarga chiqib ketadi, bo'yniga zanjirlarni osib Allohga yolvorib so'raydi. Men xudo emasman, sen xudosan. Butun olamni, butun insoniyatni yaratgan sensan. Sen bir va borsan. Men buni tan olaman. Lekin men xalqimga o'zimni xudo deb tanishtirib qo'yganman. Ertangi bo'ladigan bahs-munozarada sen menga shunday bir qudrat berginki, daryoni teskari oqizay. Xalqimni oldida meni sharmanda qilma deb Allohdan yolvorib so'raydi. Alloh taolo uni iltimosini qabul qiladi. Ertasi kuni Fir'avn xalqini oldida daryoni teskari oqizadi. Daryoni teskari oqizganini ko'rgan xalq uni xudo deb tan oladi va unga sajda qilishadi. Bundan keyin ham yana uni xudo deb tan olishda davom etishadi. Bu yerda bir e'tiborli jihati shundaki, Fir'avn o'zini gunohkor banda ekanligini tan oldi, lekin Allohdan gunohini kechirishni so'rash o'rniga unga yana ham kattaroq gunoh qilish uchun qudrat so'radi. Allohdan o'zini gunohkor banda ekanligi, o'sha qilgan gunohlarni kechirishini so'rash o'rniga ertasi kuni bo'ladigan munozarada daryoni teskari oqizishga qudrat so'radi. Alloh bandalarini hamma so'raganlarini qabul qilaveradi. Yaxshi qilgan duosini ham, yomon qilgan duosini ham qabul qilaveradi. Inson aytmasin, men shunchaki yomon duo qildim, og'izda aytdim qo'ydim-da, lekin men bu narsani amalga oshirmadim-ku desa xato qiladi. Alloh taolo ana shu qilgan yomon duosi uchun ham unga gunoh yozadi. Yuqoridagilardan xulosa shuki, biz tan olmaymiz. Hamma muammolarimiz mana shundan boshlanadi. Biz alkash ekanligimizni tan olmaymiz. Shuning uchun ichishni tashlay olmaymiz. Biz bekorchi dangasa ekanimizni tan olmaymiz. Shuning uchun kambag'allikdan qutula olmaymiz. Biz ingliz tilini bilmay turib, necha yildan beri maktab o'quvchilarini o'zimizga o'xshagan ingliz tilini bilmaydigan qilib tarbiyalayotganligimizni va shunchaki oylik uchun vijdonsizlarcha bolalarni darsimizda ushlab turganimizni tan olmaymiz. Shuning uchun ingliz tilini biladigan bo'lib qolmaymiz. O'zim ingliz tili ustoziman. 6 oylik supersonik deb ataladigan kursim bor, intensiv kurs. 77 ta darsdan iborat. 35 ta grammatika darsi, 42 ta IELTS darsi. Mana shu kurslarimni boshida my name is falonchi deb ayta olmaydigan odamni 3 oy grammatika, 3 oy IELTS, umumiy 6 oy mobaynida IELTSdan 7+ oladigan darajaga chiqarib bera olaman. Allohning izni bilan. Mana shu 6 oy ichida shogirdlarim, o'quvchilarimni ingliz tilida gapiradigan, bemalol gapiradigan, bemalol eshitib tushunadigan, bemalol o'qib tushunadigan, yozib bemalol tushuntirib bera oladigan, grammatikani chiroyli egallagan, so'z boyligi nihoyatda chiroyli bo'lgan darajaga chiqarib bera olaman. Mana shu kurslarimda 7-sinf o'quvchilaridan boshlab 60-70 yashar amakilar va xolalargacha bor. O'quvchilardan tortib ustozi, shifokor va huquqshunoslargacha bor. Har xil soha vakillari va har xil yoshdagi insonlar meni kurslarimda o'qishadi. Mana shu har xil insonlardan 20-30% o'quvchilarim ingliz tili ustozlari. Aynan mana shu ingliz tili ustozlariga, menda o'qiyotgan 20-30% ingliz tili ustozlariga hurmatim cheksiz. Chunki ularni vijdoni chidamayapti.
Ular xalqni bolasini shunchaki 45 daqiqa ushlab turib, ertaga oyning oxirida pulni, oylikni, soqqasini qurtday sanab olishga vijdonlari chidamayotgan insonlar. Ular o'zlarini ustida ishlashni afzal ko'rgan. Ular o'zlarini ingliz tilisi past darajada ekanligi, ingliz tilidan dars berishga loyiq darajada emasligini tan olgan insonlar. Va eng qizig'i, mana shu o'zlaridagi bor qusur kamchilikni bartaraf qilish ustida harakatni boshlagan insonlar. Bu 20-30% o'quvchilarimni tashkil qiladigan ingliz tili ustozlar, men bunday aldashda davom etmasligim kerak. Ingliz tili bilimimni oshirib, o'quvchilarimni ingliz tilini bemalol hayotlarida ishlatadigan darajada tayyorlab dars o'tishim kerak degan qatlam. Ular mendagi kursda bor yo'g'i 6 oy o'qib, bor yo'g'i 9 million so'm sarflab C1 darajaga chiqib olishadi va ham o'zlari emin-erkin ingliz tilini hayotlariga tatbiq qilishadi, ham o'quvchilariga yorug' yuz bilan, yengil vijdon bilan dars berishadi. Olayotgan oyliklariga shubha qilishmaydi. Ham C1 darajani olib maktab rahbariyatiga topshiradigan bo'lsa, olayotgan 5 million oyligi ertadan boshlab 10 million bo'ladi. Menda 6 oy mobaynida kursimda 9 million sarflagan pulini bor yo'g'i 2 oyda ortig'i bilan chiqarib oladi. O'zini maktabi yoki universitetida eng old ustozlardan bo'ladi. Agar bank xodimi bo'ladigan bo'lsa, boshqa xodimlardan bir bosh ustun bo'ladi. Hey, bizda ingliz tilini biladigan kim bor deydigan bo'lsa, sizni ko'rsatishadi. Malayziyaga bir haftaga islom moliyasi bo'yicha o'qishga, malaka oshirishga yuborishimiz kerak deydigan bo'lsa, albatta ro'yxatda siz bo'lasiz. Siz Malayziyaga borib bir hafta mobaynida ham malakangizni oshirib kelasiz, ham sayr sayohat qilib, mazza qilib, yeb ichib kelasiz. Shifokor bo'lsangiz, hey, bizda ingliz tilini biladigan bormi? Germaniyaga 10 kunlik malaka oshirishga borish kerak. Ha, falonchi yaqinda C1 oldi-ku deb sizni ro'yxatga yozishadi. Va siz 10 kun Germaniyaga borib, ham ilmingizni oshirib kelasiz, ham bebaho tabiatdan bahramand bo'lib, brend do'konlardan chiroyli libosu original ochkilarni taqib kelasiz. Hozirgi kunda eng achinganim davlatimiz rahbarini til ustozlariga yaratgan shuncha sharoit va imtiyozlardan keyin ham o'zlarini ustida ishlamasdan, o'zlarini bilim darajalarini oshirmasdan, o'zlari bilmaydigan narsani xalqimiz bolasiga o'rgatyapman deb da'vo qilishlari. Hech narsani o'rgatmasdan xalqimizni farzandlarini 45 daqiqa bir sinfda ushlab turishlari va oyning oxirida olayotgan maoshlarni qurtday sanab olib, men peshona terim bilan halol pokiza pul topyapman deb mana shu pulni olib borib farzandlariga yedirishlari. Mana shunday xatolarni davom etishidan Alloh saqlasin. Xulosa shuki, inson o'zini ingliz tilini yoki nemis tilini yoki boshqa fanlarni bilmasligini tan olish kerak va buni bartaraf etish uchun harakatlarni boshlash kerak. Xalqimiz farzandlarini miyasini oshqovoq kalla qilish hisobiga oylik olib, qurtday sanab, bu meni peshona terim, bu meni halol oyligim, bu meni halol pulim demaslik kerak. Alloh taolo barchamizni xatolarimizni o'z vaqtida tan olib, e'tirof qilib, ularni bartaraf qilish ustida ishlashimizni nasib qilsin. Xatolarimizni ustida ishlab, hayotimizni yana ham go'zal qilishimizni taqdir qilgan bo'lsin. Bu yo'lda mehribon Allohim o'zi yor va yordamchi bo'lsin. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, hayotingiz uchun manfaatli deb hisoblagan bo'lsangiz, iltimos like bosib, unga chiroyli izohlar yozing. Chunki sizni yozadigan izohlaringiz meni keyingi roliklarimga mavzu bo'lishi mumkin. Agar kanalimga obuna bo'lmasdan videolarimni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Shunda keyingi roliklarimni birinchilardan bo'lib siz ko'rasiz. Bir necha yillardan beri ijtimoiy mavzularda, farzand tarbiyasi, oilaviy mavzularda, ilm mavzusida 300 dan ortiq roliklarni internetga yuklaganman. Kanalimga o'tib, ana o'sha avvalgi roliklarimni ham ko'ring. Ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.